Topik 2 imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun eng kerakli bo'lgan Bruzo Saksonda testlar ichida takroriy ravishda keladigan so'zlar ro'yxatini PDF shaklida tuzib chiqqanman va buni mana Telegram kanalimga o'tib takrorlanuvchi deb qo'yib bersangiz ham topishingiz mumkin bo'ladi yoki media qismiga kirib ham qo'yib bersangiz albatta topishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta bu kanalimizda bor. Ko'rib turganingizdek asosiy so'zlar ro'yxati keltirilgan va bu so'zlar imtihon savollari ichida albatta 100% keladi va sababli ham takrorlanib keladigan so'zlarni alohida saralab yozib chiqqanman. To'g'ri, Bruzo Saksonda kam bo'lishi mumkindir, ammo bu so'zlar yana 3-4 daraja olaman degan o'quvchilar bilishi shart bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Bruzo Saksonda atigi ko'p emas, xohlasangiz chiqarib olib ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Faqat iltimos avtorlik huquqini buzmagan holatda, o'chirmagan holatda foydalanishingiz kerak. Bizning Telegram, Instagram, YouTube, TikTok kanallarimiz hammasi mana shu link asosida yuritiladi. Boshqa kanallar bizniki emas. Xo'p, bundan tashqari bizning Telegram kanalimiz orqali sizlar yana nimalarni olishingiz mumkin? Asosiy faoliyat Telegram kanali orqali bo'lgani uchun ko'pgina foydali postlarni Telegram kanalimda yozib boraman. Misol uchun dars qilish usullari, pomodoro usuli misol uchun, yoki bundan tashqari CV savollari va mana talaffuz uchun ko'pchilik qiynaladigan harflarning talaffuz qilinish shakllari va talaffuz qoidalari, ko'p patchimlarning o'qilishi, misol uchun va imtihon natijalarini tekshirish haqidagi postlar, keltirib o'tilgan quiz testlar, o'rtada ba'zida futbolga fanatik qilib turamiz. Bu degani o'xshash savol tushgani uchun yangiliklardan kelib chiqqan holatda savolni moslab joylaganmiz, o'quvchini ko'proq esga qolish uchun. Va bundan tashqari imtihon natijalari va topik imtihon sanalari qachon bo'lishini doimiy tarzda biz yoritib boramiz va bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek kitoblarning plyus-minus taraflarini ham yoritish imkonimiz bor. Talaffuz qoidalari doimiy ravishda keltirib o'tiladi va quiz testlar va mana testlarning ishlash usullari ham postlar orqali yoritib berilgan. Bundan tashqari biz ko'pgina foydali ma'lumotlarni taqdim etamiz. Shuning uchun ham Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang va barcha yangiliklarimiz, foydali postlarimiz aynan Telegram kanalimizda chiqadi. Misol uchun mana talaffuz qoidalarini keltirib o'tganman. O'zim mana bunday ko'rinishda yozib postlarni tushuntirish holatiga olib kelganman va bu haqda mana postlarni ham shaxsan o'zim yozib chiqqanman. Albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va eng kerakli ma'lumotlar aynan bizda.